Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, ko'rib turganingiz 33 savol ekstra va bugungi mehmonimiz Mirzahmedov Baxtiyor dodamiz bo'ladilar. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda Doda Chef taxallusi nomiga bizni qalbimizdan va oshqozonimizdan o'rin egallagan inson. 33 savol ekstra. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Vaqt ajratib kelganingiz uchun avvalambor katta rahmat. Bugun siz bilan ovqat tayyorlashsiz ovqat madaniyati haqida inshaalloh bir go'zal suhbat qilamiz degan niyatimiz bor. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Eng yoqtirgan taomingiz? Palov. O'zbekcha Michelin bo'lsa, u qanday nom olardi? Endi buyuk oshpazlar o'tgan, biror bir oshpazni nomini qo'yamiz endi. Masalan, men taniganlarimdan Asad oshpaz. Ovqatni kim mazali tayyorlaydi? Erkak yoki ayol? Niyatulloh. Butun vujudi bilan shu taomga mehr berib pishirgan inson. Ayol ham demaymiz, erkak ham demaymiz. U ayol kishida ham bo'lishi mumkin, erkak kishida ham bo'lishi mumkin. Mehr bilan pishirilgan. Restoran ochsangiz nomi qanday bo'ladi va uning yo'nalishi, formati qanday bo'ladi? Endi inshaalloh nasib qilib restoran ochadigan bo'lsak, albatta taxallusimizni qo'yamiz endi. Doda Chef bo'ladi. Doda Chef bo'ladi. Doda Chef bo'ladi. Yo'nalish qanaqa bo'ladi? O'zbekcha milliy kuxnya bo'ladimi yoki Yevropacha? Hammani tashrif buyurishni istagan holatda ikkalasini ham qilamiz. Demak, butun dunyo taomlari bo'ladi. Bo'lsa. Ovqat yeyish me'yori qanday? To'yib ovqat yeyish. To'yib deganimizda to'ydik, Allohga shukr. Bo'ldi. O'sha yerda ovqat yeyishni bas qilamiz. Bo'ldi. Ikkinchisi, To'ygan bo'lsa ham ko'z to'ymadi-yu, xomiy qo'ya qolsin deb gap. kimga ovqat qilib berishni orzu qilasiz? Nevaralarimga. Kimni tayyorlagan ovqatini yeyishni xohlaysiz? Singlimni. O'zini oshpazman deb bilgan inson qilib bo'lmaydigan 3 ta narsa. Ovqat qilish jarayonida. Qozonda ovqati bo'la turib, qozonga kapkurni urish. Qo'lingizga kapkur olib silkib turing, lekin qozonga urmang. Bemaza qilib qo'ymaslik ovqatni. Uchinchisini izohda yozib qoldirasizlar sizlar agar bilsanglar. Izohga ham joy qoldiraylik. Shu kungacha siz yegan eng tansiq taom nomi? Do'lma. Hot-dog, gamburger, pizza, lavash. Evas'da yangi 6 tasi bittada lunchboxlar. Atga 40 ming so'mga mol go'shtli sap, kartoshka free, 2 ta nuggets, Pepsi va muzqaymoq. To'yimli tushlik. Faqat Evas restoranlarida. Sizning tanlovingiz qaysi? Pizza. Erkak kishining qalbiga yo'l oshqozondan deyishadi. Bu kimlarning gapi? Ochiq qolgan erkakni. Siz ko'rgan eng qimmat taom? Biz endi O'zbekistondagi eng qimmat ovqatni go'shtli taom deymiz. Shamollagan odam uchun iste'mol qilishi shart bo'lgan taom. Yaxshilab piyozni to'g'rab, yolg'on qo'rdi. Mahrga fantastik narsa so'rayotgan qizlar necha xil taom tayyorlashni bilish shart? Endi boyiga yuqorida bergan savolingizga qarab turib, erkakni jig'ildoniga yo'l topa olish uchun hammasini bilish kerak. Haqiqiy o'zbekcha nonushta menyusi qanday bo'ladi? Issiq non, qaymoq, choy. Uzun pishig'ida albatta uzun. Voh. Taomlanib bo'lgach aytiladigan so'zingiz qanday? Alhamdulillah. Alhamdulillah, biz ham 33 savol ekstrani o'z yakuniga yetkazdik. Katta rahmat. Rahmat sizga ham, ijodingizga muvaffaqiyat. Rozi bo'lasiz vaqtingizga kelgan.